Darhaqiqat biz uni insonni xoh shukr qilguvchi musulmon bo'lsin, xoh ko'rnamay kofir bo'lsin, to'g'ri yo'lga hidoyat qildik. Ya'ni shukr qiluvchilari to'g'ri yo'lni olib, mo'min bo'lgan holatda ketdi. Endi fosiq itoatchilar esa kofir yo'lini tanladi. Hammaga hidoyatga chaqiriq bir xilda aytilgan. Xohlaganlar to'g'ri yo'lda bo'ldi, xohlaganlar zalolatda bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, albatta halol aniqdir, harom ham aniqdir. Bu ikkisini o'rtasida shubhali ishlar bor. Odamlarning ko'plari bu shubhali narsalardan bexabar. Endi kim o'zini mana shunday shubhali ishlardan ehtiyot qilsa, dinini, nomusini omonda saqlabdi. Mo'min banda doimiy suratda halol narsalarga intilib, haromdan taqvo qilishligi, shubhali narsalardan o'zini chetga olishligi zarur bo'ladi. Qaysi bir ishda insonning dunyosiga ham oxiratiga manfaat bo'lsa, qaysi ishda insonning dunyo oxiratiga zarar bo'lsa, shariat shu narsani ko'rsatib bergan. Shariatning asosi, shariatning maqsadi ham insonni dunyoda ham oxiratda ham saodatga yetishligi. Demak, inson shu maqsadda yashaydigan bo'lsa, shariatni ushlamasdan boshqa iloji yo'q. Alloh taolo oxiratni istagan, o'zini roziligini istagan bandalarga yo'lni aniq belgilab bergan. Endi ba'zilar o'ylagandaqa bu shariat islomiy unaqa bir mashaqqatli narsa emas. Alloh taolo bandalarni mashaqqatda bo'lishini xohlamagan. Agar quloq solsanglar, dunyo oxirat aziz bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nima harom bo'lsa, sunnatda bayon qilib bergan. Aytganlarki, ij'alu baynakum va baynal haromi sitratan min halalin. O'zingizlar bilan harom ishlar o'rtasiga haloldan parda tutib olinglar deb payg'ambarimiz marhamat qilganlar. Halol rizq talab qilishlik, topayotgan moli dunyoyimizda halol bo'lishligiga biz harakat qilishimiz eng zarur farzlardan. Chunki biz agar Alloh taoloning buyurgan barcha farzlarni bajarayotgan bo'lsak, payg'ambarimiz aytgan sunnatlarni qo'limizdan kelcha qilayotgan bo'lsak-ku, lekin yeyotgan luqmamizda shubha bo'lsa, harom bo'lsa, bu amallarda birortasi, qaytarib aytaman, birortasi qabul bo'lmaydi. Harom yeb, haromdan pul topib qilingan ibodat, qilingan haj, o'qilgan namoz, berilgan sadaqa, tutilgan roza, rahmimiz kelsin o'zimizga. Agar pulimizni shubha harom bo'ladigan bo'lsa, bu amallarda birortasi qabul bo'lmaydi, birortasi bizga asqatmaydi. Chunki innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba deb Rasululloh marhamat qilganlar. Alloh pokiza zot va faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati va amalu solihan. Inni bima ta'maluna alim. Alloh taolo anbiyolarga aytadi, rasullarga: "Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amallarni qilinglar. Albatta men sizlar qilayotgan ishlardan xabardorman" dedi. Payg'ambarlarga buyuryapti, haloliga savob amal qil. Payg'ambarimiz hadislarda aytadilar, Alloh taolo payg'ambarlarga nimani buyurgan bo'lsa, mu'minlarga ham shu narsani buyurgan. Talabul halali vojibun ala kulli muslimin dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda. Halol narsani talab qilishlik har bitta musulmon ustidagi vojib. Ya'ni masjidga kirganda namoz o'qishligimizda qancha bir vojib amallar bo'lsa, shu vojiblarni albatta hammasini bajarishligimiz shart. Agar namozning vojiblardan birortasi tark bo'lib qoladigan bo'lsa, namoz bo'lmaydi. Shundaymi? Endi ko'chaga chiqqandagi qilinadigan vojib ish masjiddagi vojibdan ko'ra qiyinroq, ko'proq. Masjidda faqat o'zingiz kontrol qilasiz, o'zingiz adashmasangiz bo'ldi. Vojibni, farzini, sunnatini hammasini bajarasiz. Endi ko'chadachi? Sahl ibn Abdulloh rahimahulloh shunday deydi. Inson najotga yetmoqchi bo'lsa, 3 ta narsaga e'tibor qilsin. Bor yo'g'i 3 ta narsaga e'tibor qilib qo'ysin, shu odam najotda bo'ladi. Birinchisi, halol yesin. Ikkinchisi, farz amallarni birinchi o'rinda ado qilsin, orqasidan sunnat yergasin. Qarang, farz, orqasidan sunnat, halol luqma avval aytilmayapti. Chunki biz aytayotgan farz ibodatlar, nafl ibodatlar agar luqmamiz harom bo'ladigan bo'lsa, qabul bo'lmaydi.
Soddaroq qilib aytsangiz, televizoringiz 2 metrlik bo'lsin, ekrani 1 metrlik bo'lsin, har qancha hashamatdor oxirgi modeli bo'lsin, lekin svet bo'lmasa, u televizor bizga foyda qilmagandek. Biz 5 mahal emas, 15 mahal masjidga yursak, yiliga har safar haj qilsak, har dushanba, payshanba roza tutsak, nafl sadaqa qilsak, lekin topayotgan pulimiz harom bo'ladigan bo'lsa, bu amallarning bittasi bizga asqotmaydi. Hozirgi kunda odamlarning holati qanday? Hozirgi kunda ana shu tashqaridan bo'layotgan tashviqotlar, e'tiqodlar ta'sirida eng asosiy narsa qanaqa bo'lsa ham bo'lsa bo'ldi, dunyo bo'lsa bo'ldi degan tushunchaga kelib qolingan. Bolasi latoxonada jugara sanatar ekan. Yaxshi topar ekan latoxona deylar. Men yetib kelishga qaraganda boshqa ish qilganlardan ko'ra yaxshiroq pul topar. Kam mehnat serhosil. 500 so'm, 1000 so'm har xil pul topib kelar ekan. Akali beradi, hali ota jonivor duoda qilib o'tiradi. Katta-katta duo qiladi. Topganingga baraka bersin deydi. Shu odamning qilayotgan ibodatlari xabada bo'ladi. Shu ibodatni harom luqma bilan qilayotgan bo'ladigan bo'lsa. So'rab qo'ying, oqsoqol, qayerdan topyapsan pulni? Nimcha oson topyapsan pulni? Qayerdan olib kelyapsan buncha pulni? So'rab qo'ying rahmatda. O'zingizga rahmingiz kelsin. Halolmi, harommi, bormi? Demak, Alloh yaxshi ko'rgan. YouTube'da shu odam. Endi faqirmi? Demak, shu odam ziyonda. O'lchovlarga nima bo'lgan? Qani bir chiklam harom luqma o'tib ketib qolib, gumon luqma o'tib ketib qolib, o'zini ko'kartirib qayt qilgan Abu Bakrga o'xshagan odamlar. Qani o'lchovlar? Yaxshi hayot nima bilan edi? Iymon bilanmidi? Halollik bilanmidi? Ribo, harom, noto'g'ri yo'l bilan topilgan, g'ulul bilan, makr bilan, shubha bilan, makruh bilan, shubha bilan topilgan narsalar, agar mana shu 6 ta narsadan bizni topayotgan pulimiz pok bo'lsa, demak shu pulimiz halol. Qaytaramiz. Harom, ribo, noto'g'ri yo'l, g'ulul, makruh hamda shubha. Mana shu 6 ta narsa yo'q bo'lsa, bizni topayotgan pulimiz halol ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida va Qur'ondagi juda ko'p oyatlarda riboni qanchalik og'ir gunoh ekanligi siz bilan bizga bayon qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Dirhamu riba ya'kuluhu rajulun wa huwa ya'lamu ashaddu 'inda Allohi min 36 zaniyatan." Riboni bir dirhamini bilib turib yegan kishining gunohi Allohning nazdida 36 marta zino qilgandan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Haromligini, riboligini bilib turib yeyotgan odam 36 marta zino qilgan odamdan ko'ra gunohi og'ir bo'ladi. Shariat islomiya avvalambor bir gunohni qilishlikning yo'llarini hammasini bekitib qo'yib turib, harom qilib qilma deydi. Harom yegan odam hech qachon iymon lazzatini topa olmaydi. Masalan, mana haligi uyda tarbiya borlar haromni ko'rib qolsa, namoz o'qiyotganda imom yig'laveradi. Zo'rg'a o'zim ushlab qoladi, Qur'on eshitib yig'layotganlarni ko'rasiz. Shu biz odamlarda shu Qur'onni eshitib yig'lashlik yo'q-da deysan. Endi ular tushunadi-da, arabda ular deymiz. Qur'on oyatlarini eshitganida, namozda turganida, zikr bo'lganida Allohni eslatganda kim yig'laydi? Ya'ni ko'proq yig'laydigan odamlar moli dunyosi halol bo'lgan odamlarni iymon lazzatini totishligi boshqalardan oson. Bu degani boshqalar totmaydi degani emas, buni to'g'ri tushunaylik. Halolni ko'p yegan odam iymonda lazzatini shunda totadi. Yana asarlarda shunday keltiriladi. Kim ko'zini haromdan tiysa, nafsini shahvatlaridan qaytarsa, qalbini doim ta'qib qilib kuzatib tursa, yana oxirida halol luqma yesa, zehni va farosati hech qachon xato qilmaydi. Tushunalingmi? Aql hushi joyida bo'ladi degani. Gunohlardan o'zini tiyib, halol yesa, kallasi joyida bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la yatiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min harom. Odamlarning ustlariga shunday bir zamonlar keladi, kishi o'zini molini qayerdan olganligida shubha qilib qoladi. Ya'ni halolmi, harommi ikkilanib qoladi. Chunki payg'ambarimiz boshqa hadisda aytganlar, insonlar ustiga shunday bir zamon keladiki, Abu Dovud ibn Majah rivoyati.
Ya'ti 'alan nasi zamanun la yabqa ahad illa akala riba. Sahih hadis. Shunday bir zamonlar bo'ladi odamlar ustida. Ribo yemagan odam qolmaydi dedilar. Sahobalar, "Ya Rasululloh, hammasi yeydimi bir chekadan?" deganda, "Yo'q. Man lam ya'kul minhu yusibhu ghubaruhu." Yemaganiga riboni chang urib turadi. Ya'ni ribo bilan muomala qilgan odam bilan muomala qilasiz. Riboga guvoh bo'lib qolasiz. Riboda eshitib qolasiz. Ribo bilan shug'ullanadigan odamni uyiga chaqiradi, majbur borib qolasiz. Riboni changi urmagan odam qolmaydi dedilar. Ya'ni ayni zamon shunday zamonlarki, ribo oshkora e'lon qilinadi, targ'ib qilinadi. Tashviqot ketyapti. Ochiq harom narsani tashviqot ketyapti. Odamlarda ham tashviqi dunyo bo'lib qolgan. Tijorat ichiga singillab qolsa, qo'lidagi pul aborati ozayib qolsa nima qiladi? Iloji yo'qmay qoldi-da, to'xtab qolmasin deb oldimda. Nima qilay endi, hamma qilyapti. O'zi maqsad nima desiz, orqada qolib qolmaslik. Shunday odamlarni men ko'rganman, o'z ko'zim bilan birdaniga zo'rib ketgan. Qimmat mashinalar, zo'r kiyimlar, zo'r bir jihozlar bilan bir 2 yil zo'r yuradi, keyin qolsa yo'qolib qoldi. Ha desa, ham yo'g'ini sotib ketibdi bir yoqqa tijorat degan. Surishtirib kelsangiz, riboga, protsentga pul olgan. 20 ming, 30 ming dollarni olgan, uyini zalogga qo'ygan, 20 ming dollar, 30 ming dollar birdaniga ketib qolgan odam nima qiladi? Albatta qimmat. Xullas boydaqa yashaydi 2 yil. Odamni ajabini qo'zg'atadigan narsa shu qo'lga pul olib xor bo'layotganligini ko'rib turib ham odamlar nima qiladi? Hali xuddi bunga tegmaydigandaqa shu musibat. Men shu chap berib yuboraman. Vaholanki sutxo'rlikka qo'lini urgan odamni Alloh taolo o'zi xor qilishini aytgan. Fa'azanu biharbi minallohi va rasuli. Alloh va rasuli tomonidan o'zingizlarga urush borligini bilib qo'yinglar deydi. Alloh va'da qilyapti, xor qilaman deydi. Faqat vaqt. 1 yilmi, lekin xor bo'lishi aniq. Ribo sutxo'rlik gunoh kabiralardan. Agar bir odamga opa-singling bilan zino qilasanmi desa, u odamning holi nima bo'ladi? Tepachash tikka bo'lib ketadi. Onang bilan zino qilasanmi desa, ahvoli nima bo'ladi? Insonda aqli bavar qilmaydi bu narsaga. Lekin sutxo'rlik bilan shug'ullangan odamning gunohi onasi bilan zino qilgandan ko'ra og'irroq bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, sahih hadis Ibn Mas'uddan, "Ar-riba 73 baban, aysaruha mislu an yankiha rajul ummahu." Riboni dedi Rasululloh. 73 eshigi, ya'ni 73 xil gunohi bor ko'rinishi. Mana shu gunohlardan eng yengili kishi o'zini onasi bilan zino qilganligiga teng keladi deydi. 73 tani eng yengili qaysi desa, onasi bilan zino qilsa, riboxo'rda eng yengil gunoh shunday to'g'ri keladi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin. Ribo sutxo'rlik nafaqat shariat islomiyada, barcha samoviy shariatlarda harom qilingan. Hatto yahudlarni shariatida ham o'zaro bir-biri bilan muomala qilganda ribo harom. Ular boshqalar bilan muomala qilayotganda riboga pul beradi, lekin o'zaro bo'lsa riboga emas, qarzga berishadi. Nasroniylarda, mana Luqo injilida shunday bir qatorlar bor ekan, agar odamlarga qarz bersangizlar, ulardan mukofot kutmanglar. Ya'ni qarz berib turib foyda olaman demas, sutxo'rlikka pul berma deyapti nasroniylarda kitoblarida. Unda qanday fazl qoladi o'rtalarida degan. Ya'ni boy bo'lib turib yordam qilmasang, seni boyligingdan nima foyda degan. Bu samoviy shariatlar ekan. Johiliyat davridagi arablar ham riboni harom deb bilgan. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tarixini o'qiganimizda shunday bir joyga kelgan ediki, Ka'batullohni ta'mir qilishlikka ehtiyoj tug'ildi. Devorlarning g'ishtlarini yiqitishdi. Endi qaytadan devorni urishga kerak bo'lganda Quraysh aytishdi. Bu Allohning uyi. Bunga faqat halol pulni sarflaymiz, harom pullarni sarflamaymiz. Harom pul nima edi? Mahri bag'i, zino bilan topilgan pul, odamlarga zulm qilib pul topadigan odamning puli hamda ribo. Mushrik bo'lgan, johil bo'lgan Quraysh arablari ham johiliyatda riboni haromligini yaxshi bilishgan.
Shariat islomiyada riboni haromligi haqida qat'iy Qur'onda oyatlar nozil bo'lgan. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz va agar chindan mu'min bo'lsangizlar, sudxo'rlik sarflarini tark qilingiz. Ya'ni odamlarga bergan qarzlaringizdan chiqadigan foydasini olmangiz. Iymonni sharti bo'lyapti. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar iymon keltirgan bo'lsanglar, sudxo'rlikni yig'ishtiringlar. Agar shungacha qilingan bo'lsa, hozir qilinayotgan bo'lsa, muomalalar bor bo'ladigan bo'lsa, Allohdan taqvo qilaylik. Onasi bilan zino qilgan bilan teng deyapti. Yig'ishtiraylik. Oxiri xor bo'lishligi ming marta aniq. Faqat qachon degan savol turib xolos. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallohi va rasulihi. Endi agar farmonimizni qilmasangiz, u holda Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying. Alloh taolo o'zi urush e'lon qilishiga aytiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: "Akilu riba mukiluhu va katibuhu va shahidahu idza lamasu zalik. Mal'ununa ala lisan Muhammad va ila yawmil qiyamah." Riboni yeyuvchisi, riboni yediruvchisi, yozuvchisi, guvoh bo'luvchisi Muhammad alayhisolamning tili bilan qiyomatgacha la'natlangan deyilyapti. Shu pul kerak edi, ishora qilib qo'ydingiz. O falonchi o'sha prosentga pul beradi dedingiz, siz ham sherisiz. Addalu ila shay kafalihi. Bir ishga dalolat qilgan odam shu ishni qilgan bilan barobar. Biz eng kamida riboga olyapman desa, riboga beryapman desa, indamay qo'yishligimiz ham rozilik bo'lib qoladi. Eng kamida bu harom, bu narsani qilma, Alloh bu narsani man qilgan deb qo'ymasak, biz ham sherik bo'lib qolishga xavfimiz bor. Mana aytilindi-yu, chang uradi hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa eshitasiz-da prosentga pul olganini. Endi nima qilay, iloji bo'lmay qoldi deydi. Ribo gunoh kabiralardan deb aytdik. Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatahabbatuhu ash-shaytonu minal mas. Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida jin chalgan majnun kabi turadilar. Jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning oldi sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Ahallallohu bay'a va harrama riba. Nima endi oldi sotdi savdo ham o'sha ribo deganida Alloh taolo yo'q. Oldi sotdini Alloh halol qildi, riboni harom qildi dedi. O'zi ribo haqida alohida darslar bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida bir sahoba 2 kilo yangi uzilgan xurmo olib keldi. O'rtaga qo'ydi. Hali Madinada pishirib ulgurmagan. Qayerdan oldingiz buni dedi? Uyimdagi o'tgan yil pishgan xurmoni qoqisidan 2 kilo berdim yoki 3 kilo berdim. Uni evaziga yashangandan yangisidan 2 kilo oldim deganda bu ribo dedi. Narsaga bitta jinsdagi narsani o'sha jinsga almashtirishlik ziyodasi bilan ribo bo'ladi. Hozir menga 4 ta pul berib turing, bahorga chiqib 5 ta qilib beraman. Olib borib sot dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Chiqqan puliga o'sha yashangani svejisini olib keldi. Bu nozik joylar juda ko'p. Boshqa fushlarda aytganmiz. Bunda sotiladigan mashina bor. Bunga mashina kerak, sizda ma'lumot bor, informatsiya bor. Shu o'rtada turib qilib qo'yasiz. Ish qilib qo'yasiz. Bizning salaf solihlarimizdan Imom Abu Hanifa, Imom Shofiy, Fuzal ibn Iyos, Sufyon as-Savri aytgan ekan. Allohni bitta ekanligi haqidagi ilmni o'rganganingdan keyin birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa oldi sotdini bilishing, taloq nikohni bilishing, hayzni kasb hukmlarini bilishing degan ekan. Mana savdoga borayotgan birodarlarimiz qancha foizli savdo kitobini o'qigan shariatimizda. Umar ibn Hattob, Ali ibn Abi Toliblar bizni bozorlarimizda shariat ilmini bilmagan odam savdo qilmasini hukm qilgan ekan. Alloh rahmat qilgan odamlar so'rab turadi, bunday bo'ldi, halolmi, harommi deb. Bo'lmasam ketaveradi. O'zi rozi bo'lib berdi deb qo'yadi. Mana sudxo'rlik nima? Sudxo'rlik soddaroq qilib siz 10 so'm berasiz, bir oydan keyin 11 so'm pul qaytarib beradi. Shu. Foydasi naqd turibdi, foydasi zohir turibdi. Bu insonning ko'zida zohir turibdi. Alloh taolo aytadi: "Yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat, vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim." Mana eshitib turinglar. Alloh sudxo'rlikning foydasini yo'q qiladi va sadaqalarning foydasini ziyoda qiladi. Alloh har qanday sudxo'rlikni halol deb biladigan ko'rnamakni va sudxo'rlik qiladigan jinoyatchi kimsani sevmaydi.
Alloh aytayapti, sadaqani ajrini, sadaqani foydasini ko'paytirib beraman, sutxo'rlikni yo'q qilaman. Mana yo'q qiladi so'zining ma'nosi dunyoda deydi ulamolar. Sutxo'rning puli ko'p bo'lsa ham barakasi bo'lmaydi. Ibn Abbos aytadi, yo'q qiladi degan maqsad Alloh bu sutxo'rlik bilan topgan odamni namozini, ro'zasini, zakotini, hajini, sadaqasini, hatto sila rahmini ham qabul qilmaydi. Bu odam xohlaganini qilaversin. Agar sutxo'rlikni tashlamaydigan bo'lsa, xohlagan ishini qilaversin. Chunki namoz o'qisa ham foydasi yo'q, zakot berib haj qilsa ham foydasi yo'q bu odamga. Shuning uchun qaraylik atrofimizga, so'raylik akalarimizdan, ukalarimizdan, pulingda shu ribo yo'qmi? Alloh saqlasin. Nasihat qilaylik bir-birimizga. Riboxo'r, sutxo'r odamni oladigan jazosi nima? Sumr ibn Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lganimizdan keyin ba'zida sizlardan biror kishi tush ko'rdimi deb so'rardilar. Tush ko'rganlar aytar edi, kunlarda birida yana so'radi. Hech kim tush ko'rdim deb aytmaganida Payg'ambarimiz ana shu Isro va Mi'roj darslarida aytganmiz buni. Tush ko'rganligini aytdi-da, tushida mana haligi yetimda molini yegan, gap tashlagan, zinokorlarning qatorida ana shu Isro va Mi'roj kechasida ko'rgan ishlaridan riboxo'rlarning holati haqida bayon qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib borar ekan, u kishi yetalab ketgan ikki kishi bilan osmonga qarab yotgan qorni xuddi bir uyda katta keladigan kishilarni ko'rdi. Ular yerda yotar ekan, Fir'avn xonadoni u yoqqa bu yoqqa tepalab o'tar edi. Mana bilamiz, annaru yuraduna alayha ghuduwa va ashiya. Fir'avn xonadoni qiyomat qoyim bo'lgunicha ertalab bir marta, kechki payt bir marta jahannam o'tiga solib turiladi. Ana shu azobiga borib kelishlik yo'lida ikki mahal ana shu qorni katta kishilarni tepalab o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bu qorni katta kishilar kimlar deganida bu sutxo'rlar deb javob beradi. Odamga bitta ta'sir qiladigan narsa sutxo'rlik qilib shuncha puling bormi qo'lingda yig'la. Chunki sutxo'rlik qilmaganingdan shuncha pul bo'lardi ekan qo'lingda. Alloh rizqingga shu pulni yozgan ekan, sen harom tomondan olsan faqat xolos. Agar halol tomonga uzatganingda ham Alloh pekiningga yozgan ekan, bo'lar edi. Endi hamma sutxo'r ham zo'r emas qarasangiz. Pulini undirib yurganlari bor, prosentiga prosentini qo'shib. Rizq tushunmaganligidan. Alloh taolo sutxo'rlik bilan shug'ullanganlarga va'idni va'da qildi. Fa illam taf'alu, u holda agar to'xtamasanglar ribodan, Alloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'yinglar. Endi dunyoda 3-4 chaqasi deb turib, arzimagan dunyoda 3-4 chaqasini deb turib, oxiratda abadiy azobga qolib ketishlik aqlli kishining ishi emas. Riboni ko'payishi, yurtdan baraka ketishi hamda mana shu yurtga Allohning g'azabi, Alloh taoloning azobi tushishligiga sabab bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar bir shaharda yoki qishloqda zino va ribo oshkor bo'lsa, ular o'zlariga Allohning azobini halol qilib olishadi. Zino o'limni olib keladi, ribo barakatni keltirishligini olib keladi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan keltirilgan hadis: "Vallazi nafsi Muhammadin biyadihi la yabitanna nasu min ummati ala sharrin wa batarin wa labin wa lahbin fayusbihu qiradatan khanazir bi istihlalihim al-maharim." Imom Ahmad Musnadda keltiradi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayaptilar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mening ummatimdan bo'lgan bir toifa kishilar kunini o'yin-kulgi, bekorchilik, haddan oshlik bilan o'tkazadilar. Kechkirganda uxlaydilar. Haromni halol deb, haromlarni halol qilib olganlari, aroq ichganlari, ribo yeb, ipek kiyim kiyganlari sababli ular tong yotganda to'ng'iz va maymunlardek tong yottiradilar. Ya'ni to'ng'iz bilan maymunga aylanib qoladi degani emas. Xuddi to'ng'iz maymundek yashab, to'ng'iz maymunda uyg'onadi. Kimlar? Ribo deganlar. Darsimizni Shayx Muhammad Hassonni o'zini ma'ruzalarni birda keltirgan bir qissa bilan nihoyalaymiz. U kishi aytadi. Misrlik katta olimlardan u kishi Mansura shahrida deydi, payshanba kuni, mana kechki payt u kishining darsi bor ekan, payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval masjidga chiqishligimdan burun
masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldida, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdida ey shayx, ko'pchilikni duosi ijobat. Mana shu majlis, muborak majlisda o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoyimizni ijobat qilsin. Otama haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedim. Lekin u bola otam nohaqqa bir achinarli, xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasini tarix qissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otangiz haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani deydi. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan edi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi deydi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqat qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'riqni sezdida yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishga kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotgan narsani eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdi-da, qattiq bir ovozni eshitdik, birdaniga jimib qoldi otam dedi. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qilinadigan o'ringa botgan holatda turardi, harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat o'rnida turardi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan o'g'lim. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib, onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotda nima bilan o'tkazganligini so'rab keling." Yigit bordi, onasidan so'radi. "Otam nima ish bilan shug'ullanadi?" Onasi yig'lab javob berdi. "Bolam, otangiz odamlarga riboga, sudxo'rlikka pul berardi. Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sudxo'rlik bilan tirikchilik qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'ir yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib 1 yil 2 yil yotib jonini olgan bandalarga rahmi ketdi. Gunohlarni dunyoda tozalab olib ketibdi. Bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx: ha, ana shu uni mana shunday bir xor, iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'sha. Alloh man qilgan ish qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badani o'tgan edi. Harom bilan go'sht temirgan edi. Jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamizni o'zi bir asragan bo'lsin. Sudxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sudxo'rlikka qo'l urib, tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetkach, sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi. Va kim sudxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim. Bir shayx minbarda o'tirib, o'quvchilarga dars beryapti. Shunday gapirib turib, dek joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapiryapti-da, shuni yiqilib tushdi. Odamlar eshitganmiz, sajda qilganda ketganlardi. Odamlar eshitganmiz, sabbo vaqt turib jamoatga aytilmoqchi bo'layotgan masala, bankka borsangiz 12 berasangiz yaxshi beryapti ekan deydi. O'zi bugungi mavzuning biri ribo ekan. Ribo.
sutxo'rlik. Alhamdulillah bizni xalqimizda yo'q. Riboni ham bir eslatib qo'yay jamoatga. Ribo degani shu ustiga prosent qilib u bank beradimi, uni do'st beradimi, qo'shni beradimi farqi yo'q. Alloh aytayapti: "Fa'zanu a'udhu fa'zanu biharbin minallohi va rasulihi." Kim ribo bilan, sutxo'rlik bilan shug'ullansa, Alloh man urushgani tayyor tursin deyapti. Payg'ambar man urushgani tayyor tursin deyapti. Riboning qoidasi qisqagina. Boshida kuldiradi, faqatgina yig'latadi. Ana uni hurmatli jamoat chatta oldilar. Ribo, prosentxo'rlik, sutxo'rlik ismini qanday qo'yadi o'zi biladi. Boshida kuldiradi, faqatgina yig'latadi. Faqatgina yig'latadi. Shuning uchun Alloh taolo aytibdiki: "Fa'zanu biharbin minalloh." Allohdan bo'lgan urushga tayyor turinglar. Va rasulihi. Rasuldan bo'lgan urushga izn. Qiyomat kunida aytiladigan riboxo'r, sutxo'rga tayyorlanib tur. Nima qilasan? Xudoman urushasan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Sen dunyoda sutxo'rlik bilan shug'ullangansan. Tayyorlan endi. Alloh men urushgani tayyorlan deyiladigan. Bundan oshiqcha xorlik yo'q. Qur'onda Alloh bilan urushadi deb bitta shu odamga aytilgan. Faqat riboxo'rga, sutxo'rga Alloh men urush deb aytilgan. O'sha bank bersa qancha beradi? 12% beradi. U degani bitta don eksangiz, haligi chiqqandan bittayu nuqta ekta bo'ladi-da. U bir dona bo'cha qoladi, bunday tushuntiraylik. Alloh taologa ehson qilsangizchi, Alloh taolo aytayaptiki, budoyni ekasizlar, o'sib chiqadi, 7 ta boshoq bo'ladi. Sab'a sumbulatin va fi kulli sumbulatin 100 habba. Har bir boshoqda 100 tadan don bor deyapti. Demak, bittamizda necha ko'paydi? 700 ga ko'paydi. Shu yerda to'xtab qoldimi? Yo'q. Alloh taolo aytayaptiki, "Vallohu yudaifu liman yasha." Alloh taolo o'zini xohlagan ba'zi bir bandalariga foizini emas, barobarini ko'paytirib beradi. Men masalani boshida men jamoatga tushuntirdim, hurmatli jamoat aytdik. Foiz boshqa, barobar boshqa. Demak, hurmatli jamoat, ehson masalasi, ana o'sha ehson qilayotgan odamlar ehsonini qilishayotgan bo'lsa, niyat qilsin. Niyat qilsin. Meni shu berganim o'zimga qoldi. O'zim ishlatganim so'roq savolga qoldi deyish kerak. Haligi hadisda keladi-yu, ya Rasululloh, bir qo'y so'ygan edik. Falonchi joyini olib qoldik. Falonchi joyini berib yubordik dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni teskarisini aytdi. Falonchi joyini berib yuboribsizlar, falonchi joyini olib qolibsizlar dedi. Asli ma akalta, sen yegan narsang yo'q qilding. Kiygan narsang yirtib yubording. Ehson qilgan narsangni saqlab qolding degan hadisda. Yegani ketdi. Ichganimiz ham ketdi. Kiygan minganlarimiz ham ketdi. Ehson qilganimizchi ana shu narsa qoldi. Ehson qilayotgan odamlar. Keyingisi sharafuz zaman va sharaful makan. Zamonning sharafi. Ba'zi bir zamonlar, ya'ni vaqt. Ba'zi bir vaqtlar borki, shu vaqtlarda Alloh taolo savobni ataylab ko'paytirib beradi. Keyingisi sharaful makan. Joylarni sharafligi. Masalan, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, qaysi inson uyida namoz o'qisa bitta qazosi bo'lmaydi, qutuldi. Qaysi inson jamoatga kelib namoz o'qiydigan bo'lsa, 25 bir hadisda 27 barobar savobi ko'paydi. Qaysi inson Masjidul Aqso, Alloh taolo ana shu joyga borib namoz o'qishni nasib qilsin. Hech qaysi musulmonlarning diyorida qon to'kilmasin. Alloh taolo saqlasin. O'sha odamlar zulm qiladi musulmonlarga. Alloh taolo ularga hidoyat bersin. Ana Masjidul Aqsoda ham ko'rib qolasizlar, hech tinchimaydi ular ham. Musulmonlarda hech gap yo'q. Muslim degani salomat degani, omon degani. Assalomu alaykum degani siz tinch bo'ling degani. Ammo bizga shunday qilishadi-da. Shuning uchun biz doim duo qilishimiz kerak, birodarlar. Duoni esdan chiqarmaylik. Nima deyapti buyoqda? Esse turibdimi jamoat? Nimani sharhlayotdik? Tamam, Aqsodan burun. Sharaful makan, joy haqida, joy. Uyda bitta, masjidda 27 ta, Aqsoda 500 ta. Aqsoda namoz o'qisangiz 500 ta. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidida borib namoz o'qisangiz 1000 ta. Bu yer uydagi ham peshin.
jamoatdagi ham peshin, Aqsodagi ham peshin, Qubodagi ham peshin, Masjidun Nabaviydagi ham peshin. 4 rakat o'qidingiz. 4000 rakat emas. 4 rakat peshin o'qisangiz, Alloh taolo o'zini huzuridan 4000 rakat qilib yozdirib qo'yadi. O'zichi 5 mahal namozimizni ham buni jamoat qilib tushuntirib qo'yaylikchi, buni endi jalpoq tili bilan ele. 5 mahal namoz o'qiyotganlarga xushxabar. 5 mahal namoz o'qiyotganlar. Sizlar 50 mahal namoz o'qiyapsizlar. 5 mahal namoz o'qimayotganlarga yomon xabar. Sizlar 50 mahal namoz o'qimayapsizlar. Alloh taolo aytdiki, "Ma yubaddalul qawlu ladayya" dedi. Meni huzurimda so'z o'zgarmaydi dedi. Nimaga? Birinchi bo'lib Isro Me'rojga ko'tarilganda namoz 50 mahal farz qilingan. So'ngra Musa alayhissalom bilan payg'ambarimizning suhbati mashhur suhbat. Chiqib tushib qayta bo'lgandan keyin 5 mahalga tushdi o'sha namozlar. Bomdod, peshin, asr, shom, xufton. 5 ta farz. Lekin Alloh taolo aytdiki, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Meni huzurimda so'zlar o'zgarmaydi. 5 mahal xomsun 5 ta degan. Xomsuna dedi. 50 mahal namoz o'qiyapti deb yozamiz dedi. 50 mahal namozning savobini yozib qo'yamiz dedi. Bomdod qolib ketgan odam 10 ta qolib ketgandek qo'rqib ketish kerak. Peshinni qoldirgan odam 10 ta namoz qoldirgandek qo'rqish kerak. Shuning uchun jamoat mudoafatul ujur, savoblar ko'paytirib beradi desa, Alloh taolo o'zi shunday zotda savoblarni siz menga to'xtamasdan nima qilib beradigan? Ko'paytirib beradi. Ana endi Masjidun Nabaviyda 1000 ta, Makka-i Mukarramaga borib agar Ka'bada, Masjidul Haromda, haram hududida namoz o'qiydigan bo'lsa, 100 000 ta savob bo'ladi ekan birodarlar. 100 000 ta. Bitta o'qigan namozingiz 100 000 ta deb yoziladi. Bittasini umraga olib borsa, shunday dedi menga. Hisob kitob qildim domla. Matematika boshqa, shariat boshqa. Shu qoidani ham yodlatirish kerak bo'lyapti jamoatga. Shariat boshqa, matematika boshqa. Matematika ma'lum 2 ga 2 4 va shunday. Shariat unaqa emas. Bu insonning holati boshqa, bu kishi hamma masalan meros masalasi, hammaning farqli. Al-muhim vaqt qisqa ekanda. Va nima bo'ldi keyin desam, Moskvada avtobus haydaygan. O'sha Moskvada shu kungi meni 50 ga kirib qoldim, endi hisobladim, mayda 100 000 ta ekan, bu yer bunday qisqasi dedi, mayada bir 5-10 rakat namoz o'qib qo'ysam, bu yog'i 100 000 ta chiqdi, bu yog'ini plus minus qildik, qazo tugadi dedi. Yo'q, unday emas. Unday emas. Bo'lmasa nima qilaylik? Bir yilda bir Laylatul Qadr kutib qo'yib yuraylik aytdi. Makruh ekan deb chekib, bo'lsa bo'laveradi ekan deb qilib bir narsalarni. Yo'q, unday emas birodarlar. Al-jaza val ijza, mukofotni qo'shib berishlik bor. Qarzni to'lashlik joyida turibdi. Qarzni to'lashlik joyida turibdi. Shuning uchun hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Man hamma bil hasanati." Qaysi inson yaxshilik qilaman deb niyat qilsa, niyat qilib birodarlar. Qilmay qo'yavering o'sha yaxshilikni. Niyat ham qilmay qanchalik yo'q. Niyat qilib yuboravering endi. Iftorni beraman shu 4 tasiga berib yuboraman men. Jumot deb qo'yadi, cho'ralarda bo'ladi. Yana bitta ati bor, hozir esim kelmayapti. Shu bir ichi tor, bir niyat ham qilmaydi, shu niyat ham qilib yubormaydi. Ha bir kun mayda osh qilib yuboraman deng, qilib bermay qo'yavering. Vaqt yo'q borgan endi. Niyat qilib yuboringlar, niyat. Bugun talabani o'qiyman, kecha ertamangacha o'qiyman deng. Bir ishingiz chiqib kela olmadingiz, niyat qildingiz. Nima bo'ldi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi inson bir yaxshilikni niyat qilsa, Alloh taolo farishtalarga yaxshilik qildi deb yozib qo'yiladi deydi. Shu yaxshilik qildi shuni. Qaysi inson shu yaxshiligini amalga oshirib qo'ysa, 10 ta yaxshilik qildi deb yozib qo'yiladi deydi. 1 so'm bering, 10 so'mga o'tadi. Hozir ona telefonlarga pul solasizlar bor. 100 so'm solsangiz 95 so'm tushadi. Oxiratga pul solsangiz 100 so'm. Minimalli 1000 so'm bo'lib tushadi. Minimalli 700 ming bo'lib tushishi mumkin. Vallohu yudaifu liman yasha degan Alloh xohlaganiga ziyoda qilib beradi desa, hamma tafsirchilar, hamma hadis sharhlaydiganlar to'xtab qoladi olimlar. Ha desa, bilmaymiz deydi. Qancha bo'ldi bu yerda? 720 tami, 1200 tami, 8000 tami, 1 million tami? Alloh va'da qilyaptimi? Maydasini va'da qilmaydi Xudo. Biz maydalashamiz. Alloh taolo maydasini va'da qilmaydi. Yudaifu liman yasha deyaptimi? Alloh xohlagan bandasiga ko'paytirib beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis davomida aytadilarki, kim bir yomonlikni niyat qilsa, niyat qilmanglar yomonlik. Farishtalarga aytadi Alloh taolo, yozmay turinglar.
Yomonlikni bajarib qo'ysa-chi, bitta gunoh deb yozinglar deydi. Bu Alloh taoloning rahmatida qarang. Allohning rahmati. Ana roza keldi, Ramazondamiz, alhamdulillah. Shaytonlar bog'landi, jannat eshiklari ochildi, do'zax eshiklari yopildi va Alloh taolo Qadr kechani oxirgi 10 kunga ham olib kelib qo'ydi. Amallarda ibrati xotimasi bilan. Ana endi amalni qilib olinglar deyapti. Bu dunyoda hech kim qolmagan va hech kim qolmaydi. Allohning sunnati shunaqa. Yo kasal bo'lib o'ladi, yo sopasa bo'lib ketadi. Hech iloji yo'q bu narsani. Hozir jamlanib o'tiribmiz. Ayna tilkal jabaru kullu hayyin sayamut harakatun sawfa tafna. Arab shoir aytayapti. Bu harakatlar to'xtaydi. Ko'zing, quloqing to'xtaydi. Qo'ling, oyog'ing to'xtaydi. Tillaring to'xtaydi. Hamma narsang to'xtab qoladi. Qani harakating? Nimaga harakatlanmayapsan? O'lib qoldingmi? Ha, o'ldi. Qani harakating? To'xtaydi bu harakatlar. Savoblar gapiradi. Ehsonlar gapiradi. Qilingan yaxshiliklaring gapiradi. Qarindosh urug' to'planib borib qabrga qo'yadi. Darrov orqasiga qaytib kelib o'tiradi uyda. Ana o'sha kunda bizga savob kerak bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun savoblarga ko'proq harakat qilamiz. Mehmonxona bu. Dunyo mehmonxona. Ancha-muncha tanishlarimiz, ular ham mehmon. Kecha yo'q edi, bugun tanishib oldik, ertaga yo'q. Muammo yo'q. Al-muhim, eng muhimi, inson o'zi nafsi uchun harakat qilsin. Savobini ko'paytirsin. Bu qishloq tilida aytganda, savob bo'ladigan qopi bo'lsa, shu qopini to'ldir qilib savobdan savobsin. Ertaga qiyomatda qabrda o'ziga kerak bo'ladi. Qanday qilsak amallarimiz ko'payadi degan joyiga bir so'z aytib beramiz. Hurmatli jamoat, ixlos qilsak amalimiz savob ko'payadi. Ixlos qilaylik, Xudo uchun qilaylik. Allohning roziligi uchun qilaylik. Pistonchi rozi bo'ladimi? Pistonchi rozi bo'lsa nima bo'ldi? Biz bir sherikimiz aytardi. Sen deydi, mendan rozi bo'lsang nima bo'ldi deydi. O'shunda men jannatga kiramanmi deydi. Tasavvur qilaylik deydi. Sen mendan norozi bo'lib qolding, nima bo'ldi deydi. O'shunda men do'zaxga tushaman? Yo'q. Alloh rozi bo'lsa jannatga kirasiz. Jannat kalitini Xudo hech kimga bermagan ekan. Ulamolarimiz aytadi, agar jannat kalitini teshib qo'yganmi, bolta qo'ygan berib qo'yganda birinchi kirib turib, jannatda oxiri yo'q, kengta shunday qutlab turib, bo'ldi, endi o'zim yolg'iz yashayman degan bo'lar edi. Jannat kaliti faqat Allohning qo'lida. Ana Alloh rozi bo'lsa, yo'llaringiz ochildi, ketdingiz. Alloh taolo norozi bo'lsa-chi, hamma maqtayapti, chapak chalib, zo'r, shu yaxshi deyapti. Foydasi yo'q. Nimaga? Hamma narsani hal qilguvchi Alloh sizdan rozi bo'lmayapti. Shuning uchun Alloh taoloning roziligi degan ixlos degan. Ixlos bilan amal qilsak, Alloh taolo savoblarimizni ko'paytirib beradi.